Assalomu alaykum. Savodashlar tinchlikmi? Alaykum. Bugun sizlarga eng oxirgi darsni so'zlamoqchi. Bugungi eng oxirgi darsda nima so'zlaymiz degan chog'da shu kelgusida qandaq bir shirkat qurish, qandaq sizga bir yangi bir ideyani bir prototipga, ya'ni ma'lum bir projekt shakliga aylantirib, balkim uni kelgusida qandaq sizga balkim bozor sog' bo'lamdi. Shunga o'xshash ba'zi bir narsani so'zlab, andan bir misol bermoqchi. Bu misolda nima desanglar, bir Uyg'ur qarindoshimiz bor. Amerikada bir shirkat qurgan. Aslida drone technology, ya'ni shu drone orqali shu kichik aeroplanlar bor. Shuni yasab, shuni sotadigan shirkati bor. İsmini Ahatron deydi. Türknaz hozir darsım bor deydi. Men oldi bilan ozroq shuni so'zlab, undan keyindan sizlarga vaqt berma. Shu o'zinglarning yasagan narsanglar bo'lsa, o'zinglarni tushuntirib, uni ko'rsatib qilsanglar bo'ldi. Undan oldi bilan bir necha minut men bir drone ko'rsatib o'tay ya. Undan keyindan yana ozroq so'zlayman. Buningda drone degan chog'da nurg'ulg'an dronlar bor. Balkim o'zinglar qilgan dronlar bo'lishi mumkin. Men bir nimani ko'rsatay, entire screen. Bechiq chiqib oldi. Ekranimni ko'rdinglarmi? Bechiq chiqib oldimi bu? Undaqdan qaytadan qilay ya. Mikrofonni share qilmasangiz? Windowsni ko'rsatmayapsiz? Ma bo'ldi endi. Ekranni ko'rdingmi? Ahatron deganni? Ha, muallim. Qaranglar. Ahatron degan nima degan chog'da drone. Undan keyin ham bo'lsa Ahad drone degan gap. Ikkisini birlashmasi Ahadron. Ya'ni bizniki Uyg'ur qarindishimiz doktorlikni olgan, owner deydi. Kim degan gap chog'da owner degan gap, egisi degan gap. I am Ahad deydi. Mening ismim Ahad. Ya'ni completing my PhD in robotics engineering. Ya'ni doktorlikni robotics deyapti. Qaranglar. Ana robotics olgandan keyin shu Ahatron degan shu shirkatni quribdi. Ana bu Ahatron degan bu shirkat mayli videosini tafsili ko'rsatib qo'yaman. Dastlabda nima qildi ekan degan chog'da shu narsalarni MacBook deydi. Shu Mac bilan munosabatli bo'lgan kompyuterlarni, Maclarni, tabletlarni, ashlar narsalarni buni ham diagnoz qiladigan gap, ham uni repair, ya'ni uni o'ngshaydigan gap. Shu jihatda tadqiqotni bor ekan, qilgan ishi. Endi biz ikkinchi ish nima degan chog'da drone technology. Ya'ni drone yasab, drone setib, shu yegizlik ishlarga ishlatilgan gap. Uning keyindan bir narsani loyihalab engineering and prototyping deydi. Bizni qilayotgan ishimiz shu eng oddiy qismi. Bular buni bozor soladigan gap. Shu narsalarni loyihalab, undan keyindan maxsus shirkatlarga yasab, uni qilib sotadigan gap. Qaranglar. Bizni qilgan ishimiz mana shu engineering and prototyping. Biz shu jihatdagi darslarni o'rgandik. Jami 6 oy vaqt sarf qilgan bo'ldik. Sizlarga bugun shuni tafsilroq so'zlab bermoqchi. Ya'ni biz nima o'rgandik? Unda bo'lganda qanday qilgan chog'da shuni bir narsa qilib buni setib chiqarish. Undan keyin drone technology deydi. Sizlar shu drone yasay olasizlar. Undan keyin u qarinishimizning tafsili uchurlari
tafsil tushuntirib beray. Hozir Turknaz nim qilgan bo'lg'achqa oldi bilan bir presentation berib o'tay deydi. Andan keyin bu birinchi ish, yani ikkinchi ish nima so'zlaymiz degan vaqtida mana shu o'quvchilar nima projektni loyihaladinglar, ashuni o'zinglar so'zlab, o'sha yerda bir qur ko'kitib qo'ysangiz bo'ldi. Undan keyin o'zinglarning qilgan ishlarni tafsil shaklda abatib bersanglar, uni yosh nimaga chiqarib qo'yamiz. Ders sonninki balla sahifasi deb to'rbit bor. Shu balla sahifasiga chiqarib qo'yamiz. Yaxshi qilganlarni kelgusida balkim shu bir klub qurib, shu klub shaklida ish yapamoqchidik. Undaqda Turknaz, siz hozir tayyormi? Men sizga ayrim bir video tartib sizga avatib qo'yay, qanday ishlayotganligini, chunki ulgurmaydiganini ko'rma. Mayli. Ammo mushu shilappa shu ko'z ko'rmaydigan odamlarga yordam qildi. Chunki ko'p vaqtlarda bunday narsaga ishib ketadi u. Tit qildi million. Shu. Onun nimasi bor unda? Bu işte Arduino bor, sensor bor, ondan keyin nima edi? Signal beradigan narsa bor. Ovoz chiqaramdi? Ovoz chiqaradigan narsa bor. Bozor deydi, yarat bu. Manganda bundaq bir ovoz chiqadi. Ovoz chiqdi. Yaqin kelgan siri. Naq bo'ldi. Ovoz tizlashida ekan. Nima bo'ladi bu? Dep yaqin siz. Shilatada qilib. Kiyib olib bo'ldi, kiyib maqsangiz. Bana üstü oldunuz mu? Şimdi depremde. Av köz kömek adamlar patlak. Yakın şurada annesi yakın gelgende hava çıkıyor. Yaxşı. Sabahkamız. Bo'ldi, uni siz tafsili tushuntirib, oldindan uning nimidan tarkib topdi, uni qanday yasadingiz, qanday loyihaladingiz, o'zingizning oddiy bir ideyadan ash uskunalar, uning keyin prototip qilib, uni yandan ko'kitib, bir video ishlab chiqarib avatib qo'yganmiz bo'lamdi? Bo'ldi. Yaxshi, siz projektni tamomlab bo'lsiz. Bir yaxshi o'quvchi ekansiz. Siz musobaqadami davomli yuqori bir olgansiz? Turknaz kimdir desam, siz ekansiz mana. Yaxshi, ha? Dadash bilan Ahatron deganni ko'rang, ha? Men sizga ko'kitib qo'ygan Ahatron deganni men nimasini avatib qo'yay. Uyg'urlarniki qurgan shirkati u. Mushu Ahatron degan shirkatni Uyg'urlar qurganmi? Ahad drone deydi. Ahad deganni. Men sizga avatib qo'yaman shu katta. U ismi Ahad ekan. Uning keyin drone qo'shib Ahatron deb qo'shib apti. Uyg'ur. Undan keyin shirkatning boshlig'i Amerikaniki, shu New Yorkda yaqinroq yerdagi Uyg'ur doktori. I am Ahad deydi. Buni qaranglar. Men sizga videoda ko'kitib qo'ysam bo'ldi kim ekanligini. Ele rasmi videosim bor. Ko'rdingizmi? Uyg'urlardan mundaq shirkat qurgan, drone yasayotgan, shundaq ishlar bor. Agar sizlar kichikingizdan mana yaxshi o'rgansanglar, mana shirkat qura oladigan, jiq ishlar qila oladigan bo'lsizlar. Bo'lamdi? Bo'ldi. Bundaqda endi tafsilroq kelamiz darslarga. Oldi bilan men bir plan qilib olay. Birinchisi Ahadronni so'zlab beraman. Ularning qilgan ishini, uning keyindan qanday bir ideyadan bir prototipni yasab chiqdi. Bizniki naqsh dars vaqtida o'rgangan ishlarimiz shu.
Onun keyindan ikkinchisi shu qanday qilganda kelgusida bir narsa yasab balkim tovarlashtirish deydi. U to'g'riliqchilarni ozroq bermoqchi. Onun keyin eng oxirida sizlarga vaqt bermay o'zinglarning qilgan ishini nim yasadinglar, nim yasamoqchi degan narsani ashuni so'zlab bersizlar. Ya'ni bugun o'zinglar yasab chiqqanlar bormi? Bolalar bir proyektni tamomlab oldinglarmi? Kim so'zlab bera oladi bugun? Oddiy so'zlasang ham bo'ldi. Nim yasading deganimda ko'kitib qo'ysang ham bo'ldi. Tagallar bormi? Ben de sizle buradayım. Manzira Tursun. Yana kim bor aka? Chatda yozaman. Shu necha odamni men bir so'zlab qo'yay. Muallim, ben telefonda kırdım. Maşinde ders çalışma. Siz so'zlab bersangiz bo'ldi, unda bo'lsa nim yasadim deganda bo'lamdi. Buldu ama şilapım yinimde emas. U bo'lmasimi? Ozroq so'zlab bersangiz bo'ldi. Nim yasadingiz deganda, ha? Yana boshqa so'zlaydiganlar bormi? Projektni so'zlaydiganlar da'vataman. Muallim ben. Sizni ismingiz nima? Nergise. Ben Nergise. Ha, bo'ldi. Nima bu? Ha, Manzira. Malum yoldular. Aha. İşte yazılıp anlaştık. Nergise. Anima dikkat. Bu kamera iç. Unda bo'lsa men nimani so'zlab beray? Osh shirkatning uchirini, ha? Undaqda sizlarga mana window oshni share qilay. Tamam, shirkatning uchuri ko'rindimi? Peki bir nazar atıyorsun. Alem bitiyordu. Shirkatning uchurini ko'rdinglarmi? Lutfullah sizni ko'raman. Alem misin ben mi kireyim ha? Ben mi kireyim? Va hozir men nimani? Hatro deganni men to'rbetini ko'rdinglarmi? Qaranglar. Bu Ahatron aslida bu Ahad deganda doktor o'quvchi. Bir doktorlikni bitgandan keyin shu kompyuterni remont qilgan, repair ham diagnoz qo'yilgan shirkatni qurib, o'zi ayrim bir shirkat ochibdi. Mana qilgan ishlari har xil MacBooklarni remont qilgan shirkatni qurgandan keyin shirkatni kengaytirib shu drone ishini qildi. Endi doktorlikda o'qiganim shu robotics ekan. Kichik vaqtida shu drone qiziqdi ekan to. Keyin bir taklif qilib so'zlab qizmoqchi. Uning do'sti men uchurini bermoqchi deb aloqa qilish bilan shu edi. Oldimizda balkim bir qatimliq darsga urlashtirishimiz mumkin. Lekin bu eng oxirgi dars, balkim ayrim bir so'zlab qizimiz xudoyim bersa. Buni da roboticsni qildi ekan. Undan keyin uchinchisi shu so'zlayotganlar ovozingni to'xtatib qo'ytiringlar, tang so'zlab oldinglar. Agar savolingiz bo'lsa so'rang, kim so'zlayotdi? Men sizlarga qilgan ishini ko'rsatib qo'yay. Masalan, bu
dastlabda MacBook yana shu kompyuterlarni qanday remove qilishga bo'ladi. Ovoz bir yo'qotish ketdimi? Muallim çıkmadı avaz. Masalan, kompyuterning MacBookning ichida uni motherboard deydi. Bu taxtasi. Buni taxtasida masala ko'ringan bo'lishi mumkin. Buni endi diagnoz qo'yadigan gap. Mana nimaninki ostiga qo'yib, mikroskopninki ostiga. Endi mikroskopda tekshirib, buniki nada masala bor, uni ko'rmoqchi hozir. Balkim ko'zda ko'rga bo'lmasligi mumkin. Mana mikroskopda bayqab oldi. Nada masala chiqdi. Mana hozir buni diagnoz qilgandan keyin uni o'ngshayotidi hozir. Qaranglar. Qaranglar, reverse bo'ldi. Balkim ba'zan vaqtda diagnozni to'g'ri qilsa 5 minut, 15 minutgacha vaqt ketishi mumkin. Andan keyin shu 10-15 minutda nurg'ulg'on deb olaydi degan gap. Tushundingizmi? O'ngshab bo'ldi. Muallim avaz hiç gelmedi. So'ngrasida ishlarni dastlabda tutish vositasi bir ishdan boshlagan yaxshi. Dastlabda shirkatni boshlagan vaqtida shunday kompyuterni remove qilgan ishdan boshlab ketgan. Yaxshi doktorlikni yapasizmi? Endi kompyuterni remove qilib, keyin texnikani egallagandan keyin bizga nurg'ulg'on shakllangan gap. Masalan, hal qilish texnikalarni uning keyin bizniki qiziqishi nima asosan mana bizniki lab bor. Kompyuterni qo'ydi, ochdi. Mana ishladi yana. Ko'rdinglarmi? Undaqda darsimizning oxirini ko'raylik. Undan keyin men nimani ko'rsatmoqchi degan chog'da, ikkinchisi, undan keyin shirkatlarni kengaytirib, hozir dronedan foydalanib, har xil yezigilik drone qilmoqchi. Mana Ahadjon. Videoni ko'rdinglarmi dronenikini? Mana qo'yib beray, ya. Mana har xil drone yezigilik ishlatiladigan dorilarni chechadigan mana ko'ringlarmi? Ana undan keyin uni
telefonni kontrol qilib oldi, iPhone'ga o'xshash narsalarni. Uchirish, har xil narsalarni kontrol qilish degandek. Ovoz chiqyaptimi? Yo'q. Yo'q. Qani. Qayta chiqaray, to'xtab turinglar. Shumi? Ha. Ovoz chiqdimi? Ha, yaxshi, yaxshi. Ah, Yo'q, ko'ringlarmi? Burun ota-bobolarimiz dorilarni hatto yuklab olib badaniga tashlab bo'lishatdi. Keyin arvolarga undan keyin mashinalar, traktorlarda chachilgan bo'lgan. Hozir qaranglar, bu dorilarni dron orqali tashilgan ish. notice that a hive isn't doing anything. It's doing it all by itself. Dronlar. Bundan uyg'urlarning aynan shirkatlarni qurib, nurg'itlarni qo'llaydiganligini ko'ra olasizlar. Ko'rdinglarmi? Bularning dronlari bakki turlarim bor, har xil. Balkim keyinchi o'zining og'zidan anglashimiz mumkin. Shirkatni qanday qurdi, kichik vaqtni nima xizmatda degandek. Boshqalardan anglashimcha shu kichkina robot emas, dron va xizmat ekan. Buni anglashada mana o'zi shirkat qurib, nurg'un ishlarni qila oladigan. Ularni hozir bu cheshyapti. Ama endi uchinchisini ko'rib boqaylik. Bunun nima degan chog'da asosligi sizlarga men bir mini drone ko'rsatib qo'ymoqchi. To'xtab turinglar, ha? Uchinchisini ko'rgatgandan keyin men sizlarga shu tafsilroq nima so'zlamoqchi. To'xtab turinglar, ha? Men sizlarga mani ko'rsatib bo'ldik. Mani bo'ldik. Endi sizlarga
mini dronni birini ko'rsatmoqchi. Bu dron bolalar yasay oladigan dronlar bu. Buni sotib olsangiz $1000. Bu xil dronni sotib olsangiz balki $1000 berishi mumkin, necha yuz dollar, ammo ba'zan o'quvchilar kichik dronni yasab boqqan, ha. Sizlarga hozir mush dronni qandoq repair, ya'ni shuni o'ngshig'anlik videosida xatlanaka. Uniki senzorlari bor, uxlagan narsalari bor. Bunlardan böyle ya. İçine çık oldu. Ne mi? Entuziastlar orasida suratni tuzlashtiryapman. Dronni istiqbolida senzorlar bor, Apple motorlar bor. O bilan murakkab narsa emas. Yanalar. Bu xil dronlar normalda $800,000 bor deb, hukumat taraf. Yaxshi kontraktingiz bilan qolgan. Shunlardan biri Mana, batarya al ya. Kontrol var. Mana chiroqlar yonyapti da. Bu degan gap bor. Men sizlarga ele dronni ko'rsatib qo'yman. Bo'lamdi? Undaqda. Yaxshi ko'rdinglarmi? Ha, Ha, mana. ha, Uylarni nurg'ulga yaxshi qila olamdiki.
Undaqda sizlarmi kelgusida shunday har xil narsalarni o'rganib, o'zingizning qobiliyatini oshirib tursanglar, nurg'un ishlarni qila oladigan bo'lib ketasizlar. Sizlarga buningki videosini ko'rsatib qo'ydim. Ya'ni nimani Mac'ni qandaq remote qilganlik. Uning keyindan yezgilik jihatdagi drone, uning keyindan prototyping. Ama yezgilik jihatdagi drone'ninki nimasini so'zlab berayman. Men kichik vaqtimda bizda bog' bor-edi. U vaqtida dorilarni qanday charchatib to'xtasigan chog'da yo'g'on tun vaqti uning keyin motor beqindi bor. U xil yasalgan motorlar nimaga loyihalangan degan chog'da badani oxiga esib olgan gap. Badani oxiga esib suv qachilab uning keyin motorni ishlatib turib badanda durchashilgan gapda. Uning keyin bog' cho'g'ashqa vaqtidagi dadam akam intayin japatatida shu darni chechib butun kun dar chechish uchun degan mashina deganda motor bo'lsa badani silkiydigan gap, dori eg'irlik suvni ko'targan gap, dori buni kiradigan gap, nurg'unlagan jafoliq sharoitlarni boshdan kechirgan. Bu burungi sharoit, bu balkim taxminan balkim 90-yillarda 90-yillar degan gap 35 yil burun degan gap. U vaqtida haqiqatan drone degan narsa yo'q. Unda jiq motorlarmi yo'q. Intayin jafoliq sharoit. Keyin undan keyin cho'ngroq motorlar paydo bo'lib, undan keyin traktorlarga besib, tunda durchashilgan bo'lgan. Lekin shundaqdimi yana qo'lda qiladigan gapda tun mengib yurib. Ayni hozir qaraydigan bo'lsanglar, hozir texnika eshib, yangi texnikalar chiqib, uni uyda o'tirib turib kontrol qilsam bo'lgan gap. Ayni qarasa, qo'lda shu xuddi o'yin o'ynayotganda drone orqali iPhone deymiz. Shuni kontrol qilishlar orqali kontrol qilib, shu yeziklikka doir chashirgan ishlar mana hammasi mushta bo'ladi. Bundan bilan boshqa nurg'unlagan ishlar bor-ku. Masalan, security deydi. Ikkinchisi security drone deydi. Security degan gap bir yerlarni to'xtamay tekshirib turgan gap. Bo'lmasa normalda adam mengib tekshiradigan gapda bog'larni, tog'larni, har yerlarni kezima desa, intayin tez. Lekin shu security drone orqali, ya'ni bexatarlik, ya'ni maxsus narsalarni ko'rib turgan dronlarda ashlarni ishlatish orqali shu nurg'unlagan yerlarni, tog'larni, shu intayin tez mushkul voqealarni shu drone orqali ko'rgil bo'ldi. Nima shu vaqtida shu narsalarni ko'rdinglarmi? Hozir shu mushiniki nimasi bozorda jiq setilyapti. Security to'g'riliq, shu agriculture deydi, yezgilik deydi. Agriculture degan gap, yezgilik degan gap. Yezgilik va bexatarlik dronlari. Mana Ahad drone. Sizniki birlashmasi bilan Ahadron deb qo'ygan ismini. Bu intayin yaxshi ishlarni nurg'ularni shu boshqa ya'ni savdogarlar bilan birlashib qilgan gap. Buning uchun dastlabda o'ziga asos solish kerak. Masalan, kichik vaqtida yaxshi o'rganib, maxsus texnikalarni, bilimlarni egallab, uning keyindan universitetlarda, yaxshi yerlarda ishlab, shunga o'xshash bir asos olgandan keyin, uning keyindan boshqalar bilan birlashib chiqib oldi. Meni anglashimcha, endi boshqa savdogarlarningki million dollarlik damdi mablag' solgan ish bor ekan. Lekin oldi bilan o'zida nima bo'lganligi uchun, texnika bo'lganligi uchun, bir ishlarni qila olganligi uchun, shunga boshqalarningki million dollarlik mablag'i bilan undan keyin texnik kengaytirib, ishga nurg'un ishlarni qo'ydi. Qarasanglar, bu drone ba'zan o'quvchilar yasab chiqdi. Agar setib olsanglar, buni $1000 atrofida bo'lishi mumkin. Uni sizlarni setib olishni talab qilmayman unga. Balki $100 bilan bir nima setib ola olasizlar. Shu Arduino kit deydi. Arduino kitdan bir 100 xil sezgichlar bor, sensor, nurg'unlagan narsalar bor, qo'zg'atqich degan narsalar. Ashlar orqali nurg'un narsalar bor. Unda sizlar oddiy shaklda bir narsa yasay olasizlar. Oldingi dars vaqtimda
bir mangdigan mashinani yo'l topadigan mashina deb siz ko'rsatib qo'ygandim. Uni bizningki bo'limdan sotib olganda $500 sotib olgan. Lekin Uyg'ur o'quvchidan birisi uni yasab chiqib, uni aytib balkim $50 atrofida uni yasab chiqardi. Ashunga o'xshash mangdigan yo'l tepib mangdigan mashinani. Ani qarab boqinglar, o'zinglar yassanglar intayin arzon degan gap. $50 atrofida. Uni tayyorni sotib olma desanglar $500. Shunda zo'r farq borda. Ani o'zinglar yassay olsanglar-chi, texmi yaxshi. Kelgusida nurg'un ishlarni qila olasizlar. Masalan, qanday degan chog'da sizlarga shu engineering prototyping deydi. Injenerlar bilan prototyping mushni darslarni asos qilib so'zlagan bo'ldik. Hozir nurg'unlagan kompyuterda o'yinlar bor, kompyuterda yana boshqa nurg'unlagan narsalar bor. Sizlar agar uningni ko'nab qolsanglar, uningki o'yinlarga berilib qolgan odam o'yinlarningki quli bo'lib qolgan gap. Jiroqni o'ylayolmaydigan gap. Bir ishlarni qilish nimasi bo'lmaydigan gap. Qana degan chog'da har qanday bir sistema kirish sistemasi bilan chiqish sistemasini tarkib topadi dedim. Input and output. Tushunarmi? Shu sistemalarning hammasiniki input output. Agar bir odam o'yin o'ynab yoki faqatla ChatGPT ni ishlatib, faqatla inputlar qilsa, shu bir narsa olmaydi deblar. Output chiqarmasa, unga hech qanday foydasi bo'lmaydi degan gap. U odamningki. Demakchi o'g'lim, bir ishda qila olmaydi degan gap. Chuqum oldi bilan qo'lda amal bir ishlarni qilib beqish kerak. Output. Sizlarmi amaliyotda ashlarni qilib, qo'lda tutib, simulate qilib degandekchi. Ashlarni qilsa, shu hammadan muhim. Masalan, shu engineering va prototyping deganday so'zliq. Bu shirkatning uyuzma qildi ekan. Engineering va prototypingni ko'rib baqaling. Engineering va prototyping degan chog'da sizlarga degandim. Dastlabki darsni so'zlagan vaqtida, ya'ni ideyani qanday qilib bir prototipga chiqara olamiz deb. Ma'ni reality deb aytdi. Qaranglar. Qanday qilib bir ideyani amaliy bir ishga tatbiqlay olamiz deydi. Transforming ideas into reality. Mashina qanday qilib bir narsa yasab chiqa olamiz degan chog'da har xil narsani dizayn qilib bo'ldi. Men sizlarga dizayn qilgan vaqtida Tinkercadni so'zlagandim. Tinkercadda nurg'unlagan narsalarni loyihalaydigandim. Tinkercadda loyihalarni o'rgatdik. Shu narsalarni. Sizlarga uni so'zlab o'tamiz. Qaranglar, shirkat aynan. Ahadjonniki shirkati mana shunday o'xshash ishlarni qila oladi. Masalan, visualization deydi. Ya'ni konsept, ya'ni ma'lum bir narsani ko'rsatish, uning keyin feedback iteration deydi. Ya'ni ma'lum bir uningga javob olish, uni texnik yaxshilash, iteration degan bir narsani bir navbatda bitirib ketmaydi. Uni nurg'unlagan o'sha davrilik deydi. Orqali uni qayt qilish orqali yasaydigan gap. Uning keyindan qanday qilish yapar deganda attracting investors deydi. Boshqalarningki mana shu mablag' qanday qilib mablag'ni elish, boshqalardan mablag' elish uchun chuqur bir ishlarni ko'rsatib bera olish kerak. Ma'lum ishlarni qila oladigan bo'lish kerak. Undan keyin cost saving. Cost saving degan chog'da oldi bilan qo'lda bir ish qilmaymiz. Qarasanglar nurg'unlagan narsa yasab bo'ldi, ammo oldi bilan Tinkercaddan intayin bir mukammal bir loyihalarni bitirib olgan bo'lgan gap. Cost saving. Uning keyindan shu loyihani amaliy qilsanglar, nurg'unlagan vaqtni tejalasizlar, nurg'unlagan narsalarni tejag'i bo'ldi. Shuning bilan cost saving qilib bo'ldi. Uni bevosita qo'lda tutib men amaliy bir ish qilib boqaman deganning o'rniga oldi bilan uni simulate, ya'ni uni tadbiqlab, ko'rib boqib, uning keyindan amaliy qilsa yaxshiroq. Shunga bularniki qilgan ish nima degan chog'da prototyping process. Bularniki prototyping processni ko'rib boqaylik. Oldi bilan ideation deydi. Sizlarga mana shuni o'rgatdim. Ya, ideation. Amaliy shirkatning ishi. Ya'ni o'zimizning darsiga bog'lab boqaylik. Mana shu shirkat qanday qilib o'tibdi? Biz darsda nimani o'tdik? Qarsangiz shunday yaqin. Ya'ni idea. Ben ders so'zlagan chog'da ideation degandim. Idea birinchisi. Uning keyindan design planning. Uni loyihalash, plan qilish. Ikkinchi qadam. Ya'ni our expert by Ahad.
Yana hatcha mana shu narsalarni qildi ekan, loyihalaydigan ishlarni. Uni keyin CAD modeling deydi. CAD modeling degan chog'da AutoCAD ni ishlatish kerak. Ko'rdinglarmi? AutoCAD shu Tinkercad degan gap, Tinkercad shu AutoCAD'larningki bir qism bilan munosabatli. Qaranglar. Mana Autodesk shu AutoCAD degan narsalar, yana hammasi bir turkiy shirkatlarniki qilgan ishlari. Yani shunday yaqin. Bizning qilayotgan ishlarimizmi ashuna bilan bir-birsiga moslashadi degan gap. Ana qilayotgan ishlari. Ana Fusion 360 deydi. Fusion 360 degan gap shu Tinkercadning o'zi. Shu Tinkercadniki hamma shu qismlarni Fusion 360 deydi. Shu shirkatniki texnik mukammalroq qilgan ishini Fusion 360 deydi. Shu Tinkercad niki qilgan ishlari. Ana qarasanglar, naq bizning qilayotgan ishimizni hachami qildi ekan. Fusion 360, AutoCAD buralar orqali ashuna modelni yasaydigan gap. Uning keyin prototype development. Qaysini qildik degan chog'da prototype nima qildik? Biz shu Tinkercadda amaliy ashlarni modellashtirgandan keyin uni prototypini yasadik. Qo'limizda amaliy yassab, uning keyin ko'rib, uni aslarni qo'l tutqilib olgan tangible version deydi. Amaliy proof of principle deydi. Proof of principle degan gap ashuni isbotlab beqish. Ashu modellashgan narsa amaliy bo'lamdi, bo'lmamdi deb. Uning keyin qilgan nima degan chog'da testing. 5-qadamda testing. Uni sinab baqadigan gap. Turknaz bizga o'zining yasagan nimani shlapsini ko'kitib qo'ydi. Uni amaliy sinab beqish. Uni 5-qadam bo'lgan gap. Anga oxirgi final prototyping. Final prototyping degani ashuni amaliy bitirib bir mas'ulash shakliga chiqarishni final prototyping. Undaqda faqat biz mushni qilmadik. Eng oxirgi qadamni tashdan nima qildik? Qarasanglar, bizning qilgan ishlarimizning hammasi naq shu shirkatlarningki amaliy qilayotgan ishi bilan moslashadi, o'xshash. Ko'rdinglarmi? Savolinglar bormi? Hammanglar jimib ketdinglar, savolinglar yo'qmi? So'raningiz bo'lsa so'raman. Abduqayum? Yarışma qılamdık. Gapingiz aniq chiqmadi, qaytadan. Yarışma qılamdık. Bugun musobaqa yo'q, faqatlar eng oxirgi dars bo'lgan bo'g'ashqa. Men sizlarga eng oxirgi darsni xuloslamoqchi. Mushlar boshqa shirkatlar nima ish qilyapti? Uning keyindan bizning o'tgan darsimiz bilan o'sha shirkatlarniki qanday munosabati bor ekan, uning keyindan sizlarga so'zlash fursati beraman. Shundan so'ng bugun musobaqa yo'q, ha? Yan başlayan savolinglar bormi? Undaqda men sizlarga nimani so'zlab beradigan chog'da buni o'sha Tinkercadniki yana bir ko'kitib qo'yadi. Qarasanglar, meni Tinkercadda nurg'ulg'an narsalar bor. Bir narsani loyihalayman desanglar, design, ya'ni 3D Autodeskniki qilgan narsalar Tinkercad. Fusion 360 bo'lgan chog'da shu nimaninki mana Autodeskniki. Buningga o'xshashlar ishlarni qilib oldim. Texnik mukammalroq bu shirkatlarga qartilgan bu. Bizniki ishlatayotganimiz haqsiz qismi. Lekin Fusion 360 bo'lgan chog'da buni shirkatlarga yassab,
shu amaliy cho'ng'aroq bir ishlarni qilib bo'ldi. Bundan nurg'ulg'an aynan boshqa kon shirkatlarning hammasi ishlatadi aynan. Yamaha deydi, Toyota deydi, Logitech, Panasonic qarsanglar. Kon shirkatlarning hammasi Fusion 360 ni ishlatadi. Fusion 360 ningki oddiyroq bikaliq qismi shu Tinkercad. Siz bikaliqni ishlatyapsizlar. Sizlar agar shu Tinkercadga intayin yaxshi bo'lib ketsanglar, Fusion 360 deganni sizlar ishlata olasizlar kelgusida. Unda hech qanday masala yo'q. Chunki ikkisi bir narsa. Faqatla bizga bikaliq qismi yen birsi Fusion 360 degan shirkatlarning ishlatadigan. Ya'ni eng chong shirkatlarning hammasi ishlata olar ekan. Chunki modellashtirish nurg'ulg'an foydasini so'zladim bu ham. Ya'ni 3D dizayn qilib oldi. 3D dizayn degan chog'da sizlar oldingi darsda Turdi Muhammad o'qituvchi ma'lum sizlarga shu 3D dizayn qilib berdi. 3D dizayn bo'lgan chog'da nurg'ulg'an narsalarni loyihalar bo'lganligini, undan keyin hatto Eiffel Tower deydi. Undan keyin yana ba'zan o'quvchilar hatto nimani loyiha desa shu nimanik darslarni shu menga ikkinchi sinf designs degan chog'da har xil narsani loyihalagan bo'ldi. Ba'zilari qarsanglar mana Uyg'ur bolalarniki loyihalagan narsalar ekan. Qarsanglar tankini loyihalabdi. Etkan masjidini loyihalaganlar bordi. Undan keyin o'quvchilar har xil narsani loyihalabdi. Ko'rdinglarmi mana narsalarni? Masalan, o'quvchilarning loyihalagan narsalari. Oldingi darsda Etkan masjidini loyihalagandi bolalar. Undan keyin har xil boshqa cho'ng narsalarni loyihalagan. Amaliyotda mana hamma qilib bo'ldi. Mayli uy yasash bo'lamdi, raketa yasash bo'lamdi, drone yasash bo'lamdi, ashuna o'xshash ishlarning hammani qilib oldim. Fusion 360 bo'lgan chog'da amaliy shu shirkatlar bilan munosabat narsa qilib olgan gap. Mas sirkit bo'lgan chog'da bolam nurg'un narsa yasab baxtanglar. Qaranglar, o'quvchilar har xil narsa yasabyotdi. Bundan elektronlik narsa yasab olgan gap, har xil narsani shaklini loyihalaysizlar, har xil narsalarni chiqara olasizlar. Mana o'quvchilarniki nurg'ulg'an narsalarni yasab chiqaryapsizlar. Bu bek yaxshi. Undan keyin men Quad Blocks bo'lgan chog'da endi har xil narsalarni tagil bo'ldi. Mana ba'zilari mana raketa yasabdi qadamlam. Uni harakatlantirib bo'ldi hatto. Amaliy raketani kichigina qila olsanglar, ana keyin cho'ng bo'lganda murakkab narsani yasay olasizlar. Men qaranglar, men Starship yasabdim. Sofiyaniki yasag'ini. Shunday jiq narsani yasabsizlar. Mana mushu orqali hamma narsa kichikni yo'qlaydigan gap. Oddiydan murakkablashadigan gap. Uning keyin kichigida yaxshi ish qila olsanglar, kelgusida uning keyin shu shirkatniki quralaydigan chang ishlarni qila olasizlar. Undan keyin bir ishlarni murakkab o'ylamanglar. Oldi bilan qilsanglar nima degancha ba'zan oddiy ishdan boshlab chiqish kerak. Masalan, make it real deb Autodesk'niki shu naqa shu Fusion 360 deydi, Tinkercad deydi, mushlarniki yasayotganlarniki fikr odamlarniki birlik qilayotgan ishlar bor. Make it real deydi. Masalan, mushni avat biray. Bunda musobaqa bor. Musobaqa tushib, siz musobaqaga tushib baqsanglar, sizlardan mukofot ola olasizlar. Ko'ramanmi? Mana ko'ktipay mana, qarang, ni musobaqaga degan chog'da Mishad nurg'ulg'an musobaqaningki gaplari bor. Bu odam nima yasabdi degan chog'da oldi bilan bu kishi James degan odam oddiy bir narsa yasabdi. Nima degan chog'da ma konteyner deydi. Bir narsalarni tushirgan vaqtida sanduq o'xshaydigan cho'ng narsalar bor. Ichiga bir narsa yuk mashinalari ishlatilgan shu yuk mashinalariniki sanduq deymizmi? Cho'ng sanduqlar. Cho'ng sanduqni o'zgartgan gap.
bu sandık qarsangiz 4 chasila. Uning hech qanday bir nemisi yo'q-da. Uning keyin qarab baqsan, ba'zan bir ko'nrab kelgan shu cho'ng sandiqlarni tashlab o'tib qolgan. Uning keyin bu odam bir ish qilsam bo'ldi deb qarab, mushu sandiqlarni o'zgartib bir narsa yasab baqsa bo'lmamdi deb, uni mushu lahilab ichini tashaynini lahilab sirtda har xil narsa satilgan bir uylarni yasab qo'ygan gap. So'd set qilgan. Uning keyindan buni setish orqali jiq pul tepapti. Normalda u xil konteynerlarni masalan kemalarda cho'ng yuk mashinalarininki ishtirgan o cho'ng sandiqlarni azroq qo'ndirib kelsa, uni tashlab o'tirgan gap. Bu odam uni tashlab uni setib azan, uning keyindan uni har xil ichini lahilab, ba'zanlarini uy, ba'zanlarini kichik zavod, ba'zanlarini shu har xil narsa sotilgan yasab, shuning bilan bu nurg'ulon pul tepibdi bu odam. Qaranglar, oddiy ish. Lekin buni nimalar lahilab ichini desaga, shu ota dashik degan narsalar qilib ichini lahilab qo'yibdi. Shu 4 chas sandiqni qandoq eng chiroyli shaklda bir narsaga lahilab sata olmayman debchi. Chunki sandiqni sotma desa, haqli olmaslik mumkin. Lekin uningki ichini tashayni lahilab chiroyli bir narsa yasab olsa, haqli setib oldi. Ama filmga qarab baqsanglar, hamda maniki qilgan ishlar ekan, dastlabda nima ish qilibdi? Chunki bu odam 4 balasi bor ekan, aldirash. Shunga uyda turib bir ishlarni qilib baqsam bo'lmamdi deb, shu metal niyalarni foydalanib, ashlarni yasab, oxirida har xil tipdagi narsalarni yasab chiqargan gap. Qaranglar, o'ylar har xil shakldagi narsalarni yasab, qo'rashtirib orqali va hozir kengayib ketdi. Uni o'zgartish orqali. Shunga alayda qurilish ketmaydi bu ishlarda. Tayyor 4 chas narsa bo'lgan ekan, uni o'zgartishlar qulay. Uning keyin har xil musobaqalar mishaga yezib qo'ydim. Agar xohlasanglar mishaga Mehmet qatnashmayman deb qilsanglar bo'ldi. Masalan, qaranglar, $500 grant berdi ekan. Ma'lum bir narsani yazsanglar. Masalan, buniki talabi o'quvchilar 17 yoshdan 22 yoshgacha, lekin men Amerikadagi debdi. Lekin boshqa davlatlarni ham chiqarib qo'ydim. Andan ba'zi bir fondlarni berdi ekan, $50,000 fondlarni berdi ekan. Ko'rdinglarmi? Shu musobaqa qatnashsanglar, bu yerda musobaqalar jiq, har xil turdagi musobaqalar. Qatnashib baqsanglar, yana töveni $5,000 ekan. Yo'q bo'lsa $50,000 har xil narsalarni yasab qila olasizlar. Lekin bular yasag'andimi oldi bilan nima orqali yasalaydi degan chog'da Tinkercad. Mushularniki yasagan narsalarni videosini ko'rib baqsanglar, nurg'ulg'an videolar bor. Buni o'zingizlar ko'rib baqinglar. Men sizlarga ko'rsatib qo'ymayman, hozir vaqtimiz to'shab az qoldik. O'zingizlar ko'rib baqsanglar bo'ldi. Qandaqqa bir sandiqni shu maxsus narsa yasab sotqili bo'lgan narsa qolgani sandiqdan foydalanib, undan bilak yana nurg'ulg'an narsalar bor. Sizlar mashina qo'yish uyini yasadinglar, smart garage. Smart garage nima bir savdolashtirg'ili bo'ldi. Intayin qimmat baholi mashinalarni to'xtatqili bo'lgan bir garaj yasab chiqsa, uning qimmati bak yuqori. Parking qilish uchun xayolga qo'ydi uni. Chunki mashinalarning o'g'risi bak yomon, Torontoda, ba'zi cho'ng shaharlarda, ular cho'ng mashinalarni, hamda katta mashinalarni ishga o'g'irlab ketadi. Shunlashqa ashuna o'xshash maxsus mashina qo'yadigan narsa yasab chiqsa, uning qimmati intayin yuqori degan gap. Buni biz yasab chiqdik. Qarasanglar, shu qanday qilganchada shu aqlli mashina to'xtatish uyi deganni maxsus projekt yasab bo'ldik. Uni tovarlashtirish kerak, bozor serish kerak. Mana shuning bilan oddiy bir narsadan nurg'ulg'an narsalarni yasab chiqarib bo'ldi. Undan keyin yana oxirida men yana bir tamomlab o'tsam, xuloslab, ideadan reality edi. Ideas into reality. Men darsni nima deb o'tdim deganda, ideas into prototype dedim. Faqat bizning chunki bizning qilgan ishimiz prototype hisob bo'ldi. Uni biz amaliy setishni qilmadik. Men bugun realityni azroq so'zladim. Undaqda bizning qilgan ishimizning hammasi naq mushularning qilayotgan ishi bilan moslashadi.
ya'ni ki bularning asosiy maqsad degan chog'da ya'ni soda business product ya'ni ma'lum bir mahsulot yasash. Ya'ni bizni qilgan ishimiz nima degan chog'da prototype qanday qilgancha biz shu ideya yana bir narsani yasash to'g'riliq qildik. Tafsilotini mana shu prototype degan narsagacha so'zlagan bo'ldik. Undaqda men bugungi darsni tamomladim. Andan bugungi yo'q, hozir o'quvchilardan kim so'zlab berdi? Ben so'zlab berman. Ha, so'zlab beraman. Siz nima yasadingiz? Addiq so'zlab bersangiz bo'ldi, ha? Mana Ben PIR sense yazdım. It, this PIR sensor movement detect oldu. Dakika koygan tem sensor state reached open to if sensor state equals high, then set built an LED to high, else set built in more LED, more Arduino, more PIR sensor, more resistor. Şu gel ışıkının alıp koysan kan birisi iki kere sa kızı çırak yandı. yaxshi narsa yasabsiz, ha? Amaliy ko'kitib qo'ydingiz buni. Rahmat. Bu proyektni yaxshi tamomlabsiz. Yana boshqalar bormi? Siz so'zlama. Nargiza? Mening proyektim bu gullarga suv qo'ygan bir xil proyekt. Uningda potentsiometr, bu to'proq sensori, undan keyin undaq narsalarni ishlatadi. Yaxshi. Bu pompasi va relayni ishlatadi. Buni ko'kitib bera olamsiz hozir? Bulamadım çünkü benim Arduino'mga kod kirmayotdi, qanday qilishimni bilmay. Unaqsa darsdan keyin men bir vaqtni deyishib, men sizga shu uni yordam bersak bo'ldi, bo'lamdi? Menga Oysa o'g'limi bor, yordam qila oladi. Bizga ayrim uchur yo'llang. Vaqtini deyishib, andan sizga shu jihatdan texniklik yordam qilsak bo'ldi. Bo'lamdi? Bo'ldi. Yaxshi. Yana boshqa faqalar bormi? Mana bitta robot yasagandim. Robotni ko'kitamansan. Abdullah, yaxshi. Aql.
Keyin buzilib ketdi. Keyin nima qilyaptim hozir? Yo'llandim men telefonimga. To'xtab turmadim, hozir men telefonni hisoblashib yo'liqdim. Bo'ldi.